Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida joylashgan Salohiddin ota choyxonasidamiz. Oshlarni yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Cho'ng'ara guruch ekan, a? Piyoz bilan ketadi osh. Salohiddin ota choyxonasi milliy taomlari bilan Qo'qonga mashhur. Kiloli oshlari har kuni soat 11 dan 2 gacha bo'lar ekan. Sveji damlanar ekan. Lekin kiloli oshlariga gap yo'q. 7 xil yog'dan tayyorlashar ekan. Oshni yaxshi ko'raman. Alayda. Yog'i bo'lmasin. Eng shirin joyda. Choy quyib ichib qo'ysam, olib taqizlarga yoqmayapti. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Hammalaringni Qo'qon shahrida joylashgan Salohiddin ota choyxonasida kutib qolamiz.